Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Rayhon opa bizga sovg'a berdilar. Rahmat. Bu Fotihadanmi? Endi bo'la. Bizda yaxshi kayfiyat, mana shunaqa ajoyib sovg'alar bilan kutib olishdi. Hozir ochib ko'ramiz. Kech qolgan gapdoshlarimiz ham mana yetib olishdi. Nonishimiz kerak edi. Siz kech qolib kelganingizni ko'zimizga to'rt bo'lib ko'rdi. Charchamadingizmi? Sana qarang. Pirojni olib Kech qolgan jamoadoshimizni muhokama qilishyapti hozir. Har gal oq kiylik, bu такие красивые. Rayhon opa prava solib qo'y. Vau. Bugun shuncha sovg'alar o'rtoqlar. Bugun yangi yilmi? Bugun yangi yilmi? Tug'ilgan kunmi? Oho. Salfetkaga o'rashadi, ismlarni yozadi. Vau. Bugun bizda eng qimmat gapimiz kuni o'rtoqlar. Va hamma juda ham go'zal. Hamma qizlarimiz mashtingizda iz qoldiribdi. Hammanglar meni mashtimda iz qoldirgansizlar, yaxshi iz qoldirgansizlar. Hammanglar haqingizda ertalabgacha soat 7 gacha gaplashib, faxrlanib gapirib berdim. Muazzam, Feruza, Shahzoda, Nilufar, Aziza, Nigina, Muxtasar, Rahmat, muncha zo'r. Rahmat, Lobar opa. Muncha asal. Alloh rozi bo'lsin. Baraka topsin. Bo'tda bizani yig'ishda Lobar bilan Shahzodani juda ham hissalari katta. Bilasizmi? Yangi oilaga kelin kelgan paytda adaptatsiyalar bo'ladi-da. Shu adaptatsiyalardan o'tgandan keyin zo'r oila bo'ladi. Gapimiz ham bitta oila, bitta stolda o'tiramiz, rizqlanamiz va bizda mana shunaqa adaptatsiyalardan keyin mana shunaqa mehr bilan bir-birimizni ko'rganda xursandchilik bilan keyin har biringlar kimnidir yutug'idan xursand bo'ladigan qizlar ekansiz. Mana shunaqa mehr bilan bir-birimizni ko'rganda xursandchilik bilan keyin har biringlar kimnidir yutug'idan xursand bo'ladigan qizlar ekansizlar. Men sizlar Xudodan so'rab olganman. Qanaqa g'oyibona. Chunki men hech qachon gap o'ylamayman. Pul uchun ham emas. Insoniylik, o'zim nimani xohlasam shuni oldim. O'shaning uchun hammanglarga rahmat. Hattoki o'zimizdan kichkina qizlardan ham o'rganadiganlarimiz bor va o'zimizdan kattalardan ham o'rganadiganlarimiz bor ekan. Mana shu gapda men juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Va albatta hammanglardan faxrlanaman. Rahmat. Va har doim sizlar haqingizda bitta Feruzga emas, atrofimda hammaga gapirib yuraman. Bolalarimga ham primer qilib ko'rsataman. Chunki hayotda o'zini o'rnini, o'zini statusini, o'zini ishini topgan, eng muhimi birovni aldamaydigan halol insonlar o'tiribdi. O'shaning uchun hammanglarni yaxshi ko'raman. Biz ham katta mehr O'rnimga muxtasar tushuntirib beradilar. Buncha zo'r. Buni ichida nima? Kosmetik yorlik. Vau. Buncha chiroyli. Ancha bo'pti sovg'a olmaganimga o'rtoqlar. Shunga xursand bo'lib ketyapman. Bugun 3 ta sovg'a oldik-a? Bu вообще barakali gap bo'ldi. Rahmat. Nigish siz ham oldingizmi? Podarkani oladigan. Voy, gapirmang. Men mana shu gulni butun dunyoni onasini yig'latib pul topadigan ayolga bermoqchiman. Men esa bu gulni tez xafa bo'lib, tez xafa qiladigan insonga beraman. Men esa mana bu gulni 8 soat bo'yanib, gapimizga har doim kech qolib keladigan qizga bermoqchiman. To'g'ri. Men esa bu gulni qancha ovqat yesa ham umuman semirmaydigan bitta qizga bermoqchiman. Men bu gulni Dubayga borib aylanmasdan faqat shopping qiladigan qizga bermoqchiman. Men bu gulni Pimka do'konim bor deb har safar har xil kiyib keladigan opamga bermoqchiman. Men esa bu gulni luxury mashina jinsiga bermoqchiman. Men bu gulni bitta mashinani puliga RF lipsing apparat olib, hammani yoshattirayotgan qizga bermoqchiman.
Men bu gulni Hurrem Sultonga dars beradigan ayolga bermoqchiman. Men bu gulni faqat o'zini gapiga keladigan qizga bermoqchiman. Men esa bu gulni magazinidagi butun vitrinasini taqib keladigan ayolga beraman. Men esa bu gulni faqat xo'jayinini biznesini reklama qiladigan qizga beraman. Uzoq bo'lib ketdimi? Yaqin bo'lib ketdi.